Diqqat! Hozirgi juda ham ko'p informatsiya zamonida insondagi eng qimmatli qobiliyat hisoblanadi. Diqqatini biror bir vazifada ushlab tura olmagan inson hayotida, ishida, kasbida, o'qishida muvaffaqiyatga erishishi qiyin bo'ladi va yaqin kelajakda diqqatini ushlab turuvchi kasblarga ehtiyoj oshib boradi. Bola bu dunyoga kelgan kunidan boshlab sezgi organlari orqali tabiatni, atrofdagi insonlarning hissiyotlarini o'rganishni boshlaydi. Diqqatni ushlab tura olmaslik aslida bolani tug'ilganidan boshlanadi. Hozirgi davrda ko'pchilik ota-onalar farzandini 4 ta devor orasida katta qiladi va kerak emas informatsiyaga boy bo'lgan monitorlar oldida bolani ko'p vaqt qoldiradi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kunda bolalar va kattalar orasida diqqatni ushlab tura olmaslik va giperaktivlik sindromi keng tarqalmoqda. Insonda motivatsiya, zavq, diqqat va xotira qobiliyatlari dopamin neyromediatori va gormoni bilan bog'liq. Bu gormon baxt gormoni deb ham ataladi va bizni hayotga qiziqishga, harakatga, o'qishga, intilishga undaydi. SDVGni ostida dopamin gormonini yetishmovchiligi yoki dopamin retseptorlarini sezuvchanligi pasayishi yotadi. SDVG, ya'ni diqqatni defitsiti va giperaktivlik sindromi maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar orasida keng tarqalgan va ko'p muhokamalarga sabab bo'luvchi xulq buzilishiga kiradi. Bunda bolalarda diqqat buzilishi va ko'p chalg'ish, asabiylik va xulqni nazorat qila olmaslik kuzatiladi. Bunday bolalar maktabda fanlarni o'zlashtirishda ortda qoladi. Yaqinlari bilan muloqotga kirishishga qiynaladi. SDVG aksariyat bolalarda hayot davomida saqlanib qoladi. Ona homiladorlik davrida SDVGga olib keluvchi sabablar: psixoaktiv moddalarning iste'moli, toksikozlar, cho'ziluvchi asoratli tug'ruqlar, chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, konservantlar va rang beruvchi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilinishi. Bundan tashqari SDVGning rivojlanishi va kuchayishiga psixologik, oilaviy va sotsial stress omillar ta'sir ko'rsatadi. SDVGsi bor bolalarda MRT tekshiruvida quyidagilar aniqlanadi. Bosh miya, peshona sohasi po'stloqlari kichrayishi, bosh miya hamma bo'limlari po'stloqlari diffuz kamayishi, bosh miya, peshona sohasi po'stloqlari va bazal yadrolar dopamin retseptorlariga boyligi sabab SDVG rivojlanishi dopamin tizimi buzilishlariga bog'liq deb xulosa qilishgan. SDVGsi bor bolalarda dopamin aktivligi pastligiga aniqlangan. SDVG klinik ko'rinishlariga va diagnostika qilishda kerak bo'ladigan kriteriyalarga quyidagilar kiradi. Diqqatni yetishmovchiligi, maktabdagi ishdagi e'tiborsizliklar sabab xatolar qiladi. Ehtiyotkorsiz harakatlar, vazifalarni bajarishda yoki o'yinda qiyinchilik bilan diqqatni ushlab turadi. Bolaga qaratilgan murojaatni eshitmagandek ko'rinadi. Maktabdagi vazifalarni, uy ishlarini yoki ishdagi majburiyatlarni oxiriga yetkaza olmaydi. Faoliyatida tartibsizlik kuzatiladi. Uzoq muddat diqqatni ushlab turuvchi vazifalarni qilishdan qochadi, xohlamaydi. Faoliyati uchun kerak bo'lgan o'yinchoqlar, instrumentlar, daftarlar, uy vazifalar, qalamlarni yo'qotaveradi. Tezda boshqa ta'sirlarga chalg'iydi. Kunlik ishlarda esdan chiqarish ko'payadi. Giperaktivlik, impulsivlik, qo'l va oyoqlarni bezovta bo'lib harakatlantiradi. Bir joyda o'tira olmaydi. O'tirish kerak bo'lgan joyidan sakrab turib ketadi. Tinimsiz u yerdan bu yerga yuguradi. Kerakmas joyga osiladi, chiqadi. Bo'sh paytida osoyishta o'ynay olmaydi. Doimiy harakatda bo'ladi. O'zini ichida motor bordek tutadi. Ko'p gapiradi. Savolni eshitib tugatmasdan javob berishga shoshiladi. Boshqalarning gapiga qo'shiladi, muloqotni buzadi. O'qishda, jamiyatda, professional faoliyatida qiyinchiliklar kuzatiladi. Bolalarda SDVG rivojlanishi uchun nevrologik yoki psixik kasallik bo'lishi shart emas. SDVGni oldini olish uchun nima qilish kerak? Bola tug'ilgandan boshlab bolaga yengil zavq beradigan shirinliklar va ta'm kuchaytirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini cheklang. Toza havoda ko'p sayr qiling. Uy hayvonlarini parvarish qilishni o'rgating. O'simlik dunyosi bilan tanishtiring. Telefon, televizor, kompyuter, planshetlardan bolalarni uzoqroq saqlang. Bolaga kundalik uy ishlarini yoshiga mos holatda o'rgating. Bir ishini tugatmasdan boshqa ish buyurmang. Bolani boshlagan biror ishini, mashg'ulotini oxiriga yetkazishga yordam bering, rag'batlantiring. Farzandga kerak bo'lganda yo'q, mumkin emas so'zini ishlatishni biling. Bolalar bilan ko'proq muloqotda bo'ling. Rahmat.